Umra ziyoratiga yangi mavsum boshlandi. Hurmatli hamyurtlar, ota-onangiz va yaqinlaringizni sifatli umra ziyoratiga jo'natishni xohlaysizmi? Unda sizga arzon umra markazini taklif etamiz. Bizda oldindan to'lov olinmaydi va siz xohlagan usulda xizmatlar taklif etiladi. Muqaddas ziyoratni ado etmoqchimisiz? Unda arzon umra markaziga murojaat qiling. Batafsil ma'lumot ekraningizdagi raqamlarda. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Rossiya armiyasi Putin farmonidan keyin dunyodagi ikkinchi yirik armiyaga aylanadi. Trampni o'ldirishga uringan shaxs afg'onlar bilan Ukraina uchun jang qilmoqchi bo'lgan ov. Hamas Isroilga qarshi yetarli resursga egaligini ma'lum qildi. Kursk oblasidagi qarshi hujum Rossiya qo'shini biror muvaffaqiyatga erishdimi? Tramp reytingini oshirish uchun suiqasddan foydalanmoqchi Bloomberg. Ukraina NATOga kirmaguncha mamlakatda tinchlik bo'lmaydi Stoltenberg. UzAuto Motors bosh direktori jarimaga tortildi. Rossiya armiyasi Putin farmonidan keyin dunyodagi ikkinchi yirik armiyaga aylanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qurolli kuchlar shtat sonini 2.389.000 kishiga oshirish haqidagi farmonni imzoladi. Ulardan 1.5 millionni harbiy xizmatchilar tashkil etadi. Farmon 2024-yil 1-dekabrdan kuchga kiradi. Harbiy xizmatchilar soni 180.000 kishiga oshdi. Oxirgi marta prezident 2023-yil dekabrda armiya sonini 170.000 kishiga oshirib 2.209.000 nafarga yetkazgan edi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda Rossiya qurolli kuchlarida 2 armiya va 50 yangi tuzilma tuzilgan. Putinning aytishicha, o'tgan yil oxirida armiyaga qurol yetkazib berish 2022-yilga nisbatan 3 barobarga oshgan. U qurolli kuchlarni mustahkamlash davom etishiga va'da berdi. Putinning farmonidan keyin Rossiya armiyasi askarlar soni bo'yicha dunyoda ikkinchi bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda harbiy xizmatchilar soni bo'yicha yetakchi 3 davlat Xitoy, Hindiston va AQSh hisoblanadi. Putinning farmonidan keyin Rossiya armiyasi harbiy xizmatchilar soni bo'yicha Hindiston va AQSh qurolli kuchlaridan o'zib ketadi. Rossiya Mudofaa vazirligi jangovar tarkib sonining oshirilishini NATO blokining tajovuzkor faoliyatiga munosabat deb atadi va bu shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilar hisobiga bosqichma-bosqich amalga oshirilishini, safarbarlik rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Rossiya armiyasining shtat soni 2023-yil dekabr oyida 2.209.130 kishiga, shu jumladan 1.320.000 nafarni harbiy xizmatchiga ko'paytirgan. Trampni o'ldirishga uringan shaxs afg'onlar bilan Ukraina uchun jang qilmoqchi bo'lgan ov. AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp golf klubida o'ynayotganida 58 yoshli Ryan Root unga suiqasd qilishga uringanlikda gumonlanmoqda. U nafaqat demokratlar, balki Ukraina tarafdori bo'lgan. Bu haqda Bild xabar berdi. Ryan Root 2022-yilning bahorida Kiyevga borib, u yerda kurashish va o'lishga tayyorligini, Putin esa tugatilishi lozim bo'lgan terrorchi ekanini aytgan. Men uchun boshqa ko'plab ziddiyatlar kulrang, ammo bu ziddiyat aniq qora oq. Gap ezgulik va yovuzlik kurash haqida bormoqda, deya u Ruminiyaning Newsweek nashrida aytib o'tgan. Root Ukraina armiyasi uchun jang qilish maqsadida chet el legionini tuzishga uringan. U New York Times muxbiri Thomas Gibbonson-Neffga buning uchun afg'onlarni jalb qilmoqchi ekanini aytgan. U Iroqdan Polshaga jangovar qobiliyatli afg'on qochqinlarini AQSh harbiy transport samolyotida olib o'tishni tashkil etmoqchi ekanini ta'kidlagan. Ularga Pokistondan pasport sotib olishni rejalashtirgan, deydi muxbir. Hamas Isroilga qarshi yetarli resursga egaligini ma'lum qildi. Hamasning yuqori martabali vakili Usama Hamdam urushdagi yo'qotishlarga qaramay, Isroil bilan urushni davom ettirish uchun yetarli resurslarga ega ekanliklarini aytdi. Bu haqda The Times of Israel xabar berdi. Qarshilikni yuqori darajada davom ettirish imkoniga egamiz. Shahidlar, qurbonlar bo'ldi. Biroq buning evaziga tajriba to'plandi va yangi avlodlar qarshilikka jalb qilindi, deb ta'kidladi Hamdam. U Hamas urush tugashi bilanoq G'azo sektorida qo'shma Falastin hukumatini xohlashini aytdi. Bundan tashqari AQSh Isroilni urushda tinchlik o'rnatishga yordam berishi mumkin bo'lgan yon berishlarga undash uchun yetarlicha harakat qilmayotganini ta'kidladi. Amerika administratsiyasi Isroil tomoniga yetarlicha yoki lozim darajada bosim o'tkazmayapti. Aksincha, u Isroil tomonining biron bir majburiyatni bajarishdan bosh tortishini oqlashga harakat qiladi, dedi u. Shuningdek, Hamdam 15-sentyabr kuni Isroilning markaziy qismiga yo'naltirilgan Husiylarning raketa hujumi Isroilning mudofaa qobiliyatining chegarasini namoyish etganini aytdi. Bu butun mintaqaga Isroil immunitetiga ega emasligi haqidagi xabardir. Hatto Isroilning imkoniyatlari ham cheklangan va sionistik ta'limga qarshi qarshilik harakatlarini rivojlantirish imkoniyati fantaziya emas, balki jiddiy va real imkoniyatdir, deya xulosa qildi u. Kursk oblasidagi qarshi hujum. Rossiya qo'shini biror muvaffaqiyatga erishdimi?
Rossiya qo'shini bir haftadan buyon Kursk oblasida qarshi hujum amalga oshirib, Ukraina qurolli kuchlarini bu hududdan siqib chiqarishga harakat qilmoqda. Ularning ehtimoliy maqsadi qo'shni davlat hududiga olib kirilgan va bir oydan buyon qolayotgan Ukraina guruhining chap qanotini kesib qo'yishdir. Bu vaqtda Ukraina qurolli kuchlari Kursk oblasidagi yana bir uchastkada Rossiya chegarasini kesib o'tishga urinishni boshladi. Rossiyaliklar bir hafta oldin aynan ushbu aholi yashash manzili yo'nalishida qarshi hujum boshlagandi. Zirhli texnikalar kolonnasi Kareneva rayoni markazidan harakatlandi va dastlabki kunlarda janub tomon 10-15 kilometr masofaga ilgariladi. ICV hisoblashicha, Rossiya Federatsiyasi qarshi hujumi istiqbollari muvaffaqiyatli ko'rinmayapti, chunki 11-12 sentyabr kunlari Rossiya bo'linmalari Ukraina qurolli kuchlari to'liq nazorat qilmagan aholi yashash manzillariga kirishdi. Bundan buyog'iga esa rossiyaliklar ukrainlar allaqachon mustahkam o'rnashib olgan hududlarda jang qilishga to'g'ri keladi. Institut ekspert Jorj Barosning fikricha, Rossiya hukumati Ukraina qurolli kuchlarini Kursk oblasidan qish boshlangunicha siqib chiqarishni ko'zlagan. Ammo bu Moskvadagilar bu uchastkaga yetarlicha qo'shin tashlash bo'yicha qanday qarorga kelishiga bog'liq. ICV qayd etishicha, hozircha Rossiya Ukraina kuchlarini Kursk oblasidan to'liq surib tashlashga qaratilgan keng ko'lamli amaliyot o'tkazmayapti. Urushlarni o'rganish institutidagilar hisoblashicha, bunday amaliyot katta ehtimol bilan hozirda ukrainlar yurishiga qarshi kurashish uchun tashlanishiga ancha ko'proq resurslar ajratilishini talab etadi. Shu bilan birga ICV ekspertlari fikricha, Rossiya katta ehtimol bilan Ukrainadagi harbiylarning yana bir qismini olib kelishga to'g'ri keladi, chunki Kursk oblasiga yo'nalgan harbiy bo'linmalarning katta qismiga jangovar tajriba yetishmayapti. Rossiya qarshi hujumining hajmi va ko'lami istiqbollari noaniq. Kreml ukrainlarni 2024-2025 yillar qishiga qadar siqib chiqarishga urinib ko'rishi mumkin degan Baris Ukrainadagi Sasputnik telekanalga. Shu bilan birga u Amerikaning Forbes nashri o'z manbasiga asoslanib yozishicha, Vladimir Putin Ukraina qurolli kuchlarini Kursk oblasidan chiqarib yuborish uchun 1-oktyabrgacha muhlat bergan. Tramp reytingini oshirish uchun suiqasddan foydalanmoqchi. Bloomberg. Donald Trump Kamala Harris bilan muvaffaqiyatsiz debatdan so'ng o'z reytingini oshirish uchun Floridada sodir bo'lgan suiqasddan foydalanmoqchi. Bu haqda Bloomberg yozmoqda. Trump prezident Jo Bayden va Harrisni Floridadagi golf klubida o'z hayotiga suiqasd uyushtirilishiga turtki bo'lgan o'ta qo'zg'atuvchi ritorika qo'llashda aybladi. Suiqasd qilmoqchi bo'lgan shaxs Bayden va Harrisning so'zlariga ishondi va shunga muvofiq harakat qildi, dedi Trump Fox News Digital telekanaliga bergan intervyusida. Trump shuningdek Demokratik partiyani uni demokratiyaga tahdid sifatida ko'rsatishga aybdor deb hisoblashini ta'kidladi. Uning fikricha, haqiqiy tahdid Bayden va Harrisdir. Bloomberg ta'kidlaganidek, bu bayonotlar shuningdek o'z siyosiy raqiblarini suiqasd uchun ayblashga urinish, Trampning prezidentlik poygasiga yo'nalishni o'zgartirish va Harris bilan muvaffaqiyatsiz bahsdan so'ng tashabbusni qayta qo'lga kiritish istagini ta'kidlaydi. Ukraina NATOga kirmaguncha mamlakatda tinchlik bo'lmaydi. Stoltenberg. Kiev NATOga qabul qilinmaguncha Ukrainada tinchlik bo'lmaydi. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Foreign Policy nashriga bergan onlayn intervyusida aytdi. Ukraina NATOning bir qismi bo'lmasdan turib mamlakatda tinchlik o'rnatib bo'lmaydi, dedi Stoltenberg. Biroq uning so'zlariga ko'ra, NATOga a'zo davlatlar Ukrainani ittifoqqa taklif qilish bo'yicha haligacha kelishuvga erishmagan. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar NATO davlatlari Kievga g'arbning uzoq masofali qurollarini qo'llashga ruxsat bersa, bu alyansning Rossiya-Ukraina mojarosiga bevosita aralashuvini anglatishini aytgan edi. Stoltenberg intervyuda alyans davlatlari Kievga Rossiya hududiga g'arb qurollari bilan zarba berishga ruxsat bersa, NATO Ukrainadagi mojaroning bir qismiga aylanmasligini ta'kidladi. Biz mojaroning bir qismiga aylanamiz deyish noto'g'ri, dedi u va NATO Eron hamda Shimoliy Koreyani Moskvaga harbiy yordam yetkazib berayotgani uchun mojaroning bir qismi deb hisoblamasligini qo'shimcha qildi. UzAuto Motors bosh direktori jarimaga tortildi. UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati bosh direktori shvetsariyalik mutaxassis Bu Igne Andersonga ish haqining 5% miqdorida jarima jazosi qo'llanildi. Bu haqda Istiqbolli loyihalar milliy agentligi korporativ axborot yagona portalida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati bosh direktori Bu Igne Anderson UzAuto Motors Powertrain tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha muddat o'tgan debitor qarzdorliklarni o'z vaqtida bartaraf etish choralarini ko'rmagan. Shu sababdan direktorga ish haqining 5% miqdorida intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan. Ma'lumot uchun, Bu Anderson Shvetsiya harbiy akademiyasining hamda Garvard universitetining oliy menejment dasturi bitiruvchisi hisoblanadi. U avtomobilsozlik sohasidagi faoliyatini 1987-yilda Shvetsiyaning Saab Automobile AB kompaniyasida boshlagan va bir nechta taniqli kompaniyalarda faoliyat yuritgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.